Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan akalar. Mana xudo xolasa keyingi zakazlarimizni ham o'rnatdik. Bu zakazlarimizni xudo xolasa o'zimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumani 4 oyga o'rnatdik. Mana xudo xolasa holatlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu ishlarimizni o'tgan yil mana bu tepada ikkinchi etajini qilib berdik. Mana xudo xolasa bunga 1 yil o'tdi, mana 1 yildan oshiqroq o'tdi. Mana bu yil yana shu pastki qismini qildik. Bu yerga xo'p jami 3 ta eshik, 2 taraf o'rnatdik. Kanalimiz yangi bo'lib turganlar, uni bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Videolarni yoqayotgan bo'lsa, layklarni ham aytmaysizlar degan umidamiz. Mana ochilib yopilishlari, holatlari. Mana ochilib yopilishlari. Bosi ideal holatda. Rezinkalar qo'yilgan. Oshxonalarimiz 3 tadan. Bunisini ham ko'rsatib beraylik. Lolada eshigim. Mana bu lolali fasonda bo'lgan. Ko'pchilik mana katta eshikni razmerlarini hech qo'ysa bo'ladi deganlarga mana hop 2 metr razmer qo'ysanglar, yana 2 metr, bo'yini 240, 235 ga qo'ysanglar, xuddi shu fasonda chiqaradi. Agar mabodo chekasini yog'och o'rniga bir ayna yoki bunaqa oynali deraza tushadigan qiladigan bo'lsanglar, uni kamida 230, 220 razmerda bo'lsa, shunda yaniga yorug'roq bo'lish uchun aynali qilib bitta fason chiqarsa bo'laveradi. Hozir bunisi yog'och holatda qo'ygan. Mana naqshlarni ochib, gullar ochib qo'yganmiz. Dorisi chiroyli qilib. Mana. Xo'p. Mana buni ham ochilib yopilishlari, rezinkalari mana qo'yilgan. Holatlarni ko'rishlar mumkin. Aynalarga mana gul ayna qo'yib berganmiz. Germetiklarni xudo xolasa chiroyli holatda bo'lgan. Bunisi ham mana bunga oq oyna qo'yganmiz, ichkari yorug' bo'lib turish maqsadida. Musofirda yurgan akalar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Vodiy bo'ylab dastlabki uстановkamiz bor. Voha tomonlariga kelishilgan holatda qilib beryapmiz. Qirg'izistonda turgan akalar bo'lsa ham bemalol murojaat qila olasizlar. U tomonlarga ham ishlar qilib, joy qo'yib, kelishilgan holatda qilib beryapmiz. Yo dastlabki qilib beryapmiz, yoki uстановka qilib chiqarib yuboryapmiz. Bemalol Telegram gruppa orqali podlista qilib, bemalol jo'natib qo'yishinglar mumkin. Kimga mana MDFdan, yog'ochdan so'ragan akalar bemalol murojaat qila olasizlar. Hammangiz sog' salomat bo'lasizlar.